Darsligimiz ikinchi qismi. Biz bugun trend liniya, BOS, cho'ch va MSS haqida gaplashamiz. Bizda BOS yoki cho'ch hammasi high time frame'larda belgilanadi. Chunki lower time frame'da unaqa vaziyat ko'p bo'ladi. Shuning uchun biz lower time frame'da har doim ham cho'ch haqiqiy cho'ch bo'lavermaydi. Fake cho'ch bo'lib qolishi ham mumkin. Biz aldanib stop loss olishimiz mumkin. Shuning uchun biz high time frame'larga ishongan holda high time frame'lardan belgilab olamiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xuddi siz tanigan, siz bilgan cho'ch. Tak, bizda mana bu yerda BOS bor. BOS. Yana bitta BOS. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda tanasi bilan buzmagan, lekin bizda BOS hisoblanadi har doim. Tanasi bilan buzganmi, buzmaganmi BOS hisoblanadi, lekin cho'ch hisoblanmaydi unaqa vaziyatda. Bizda cho'ch mana bu yerda bo'ladi. High time frame'larda bo'ladi har doim. Esingizda bo'lsin shu. Cho'ch, BOS, BOS. Bizda BOS yasagan. Bizda bu cho'ch bo'lmaydi, chunki bu minimumdan kelgan, maksimum buzilmagan. Albatta bizda maksimum buzish kerak. Bizda cho'ch mana bu yerda bo'lgan. Tanasi bilan buzib o'tgan cho'ch bizda shu hisoblanadi. Mana ko'rishimiz mumkin, bunaqa vaziyat har doim bo'lavermaydi high time frame'larda. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan. Cho'ch bo'lgan bu. Cho'ch yasagan. Bizda BOS ham mavjud. Va cho'ch yasagan. Bizda bu trend davomiyligini o'zgartirmagan. Ozgincha likvidlarni yechgandan keyin bozor o'zini yo'nalishiga qaytgan. Bu lower time frame'larda, low time M15, M30, M5 time frame'larda ko'pincha yasaydi. Shuning uchun bizga bunaqa joy kerak emas. Lower time frame'da bunaqa joyi aniqlab, BOS yoki cho'chni aniqlab. MSS bizda lower time frame'larda bo'ladi. Mana bizda MSS yasagan. MSS nimani anglatadi? Trend yo'nalishi o'zgarishi mumkin degan narsani anglatadi. Cho'ch yasagandan keyin trend yo'nalishi o'zgargani aniq bo'lgan va trend yo'nalishi o'zgarib ancha reaksiya bergan ko'rganimizdek. Xuddi men aytganimdek sizlarga. Tak, MSS bo'lgan joyga aylanma Fibonacci'ni tortinglar deb aytdim kecha. MSS bo'lgan va MSS dan trend liniyani tortsak, trend liniyani aylanma Fibonacci'ni tortsak, mana chotki Fibonacci'ni ichidan chotki reaksiya olib qaytgan. Trend yo'nalishi buy bo'lmagani uchun, buyga o'zgarmagani uchun bizda stop olingan bo'lishi mumkin edi. MSS xuddi shu cho'ch, faqat lower time frame'da. MSS bizda mana bu yerdan bo'lib beraveradi. Trend yo'nalishi o'zgarishi mumkinligi haqida dalolat beradi MSS. Cho'ch aniq trend yo'nalishi o'zgardi degan deyish. Trend aniq yo'nalishini o'zgargani haqida dalolat beradi. MSS bo'lsa trend yo'nalishi o'zgarishi mumkinligi haqida dalolat beradi. Va eng asosiy mavzu trend liniya. Biz trend liniya tortishimiz uchun
maksimum yo minimum kerak bo'ladi har doimgidek. Bizda xohlagan joyimizdan tortamiz. Aynan bizani strategiyada Alchemist o'sha SNR MSNR strategiyada xohlasak bu yerdan likvidnessga qarab, albatta likvidness yechgan bo'lish kerak trend liniyadan oldin. Ko'rganimizdek, bu yerda hech qanaqa likvidness yo'q. Bu yerda likvidness yechgan, mana bu yerda ham likvidness bo'ladi. Trend liniya qaytadi. Trend liniyaga qaytadi bozor. Trend liniyaga qaytadi va trend liniyaga qarab trend liniyadan reaksiya olganda mana bu yerda likvidnesslarni yechib, keyin reaksiya olib ketadi bozor. Bizda eng muhim narsa hamma maksimum minimumni belgilab ketavermaymiz trend liniya deb. Bizda хотя бы misol 3 marta tegdi deylik trend liniyaga. Bozor 3 marta tanasi bilan teggan bo'lsa, doji yoki engulfing bo'lish kerak. 3 ta bo'lsa, хотя бы 2 tasida, 3 tasida ham engulfing yoki doji bo'lish shart emas. Хотя бы 2 tasida bo'lsa yetadi shu. Tak, trend realniy anaqa grafikda ko'rib chiqadigan bo'lsak, tak, mana qarab ko'ramiz. Doji yasagan, mana bu yerda ham engulfing yasagan. Buzib o'tgandan keyin yana kelib engulfing yasab razворот qilgan. Engulfing deyman, doji yasab razворот qilgan. Va bizda trend liniyaga tegib, ajoyib reaksiya bergan. Yana bitta trend liniyaga tegib, ajoyib reaksiya bergan bozor. Ko'rishimiz mumkin, kichkinagina doji bor. Yana bitta reaksiya olib doji yasagan. Bunisi doji yasamabdi, engulfing ham yasamagan. Va bizda trend liniyaga teggan, ajoyib reaksiya bergan. Mana yana ko'rishimiz mumkin. Engulfing yasagan, trend buzib o'zining yo'nalishiga qaytgan.